Shinichi sharmanda bo'ldi. Shu orada internetda dahshatli videolar tarqala boshladi. Odamlarni bo'laklarga bo'lib tashlashyapti. Politsiya hamon jinoyatchilarni topolmayapti. Boshlari qotgan. Axir bir vaqtning o'zida buncha odamni vahshiylarcha o'ldirish, buni bitta odam qila olmaydi shekilli. Tachikavaning akasi detektiv ekan. U ham shu ishni tekshiryapti. Lekin Shinichi haqiqatni biladi. Bu oddiy qotil emas. Bu Migiga o'xshagan parazitlar ishi. O'tgan safargi it bilan bo'lgan jangdan keyin Migi ko'p narsani tushundi. Agar parazit itga joylashsa, itlarni yeydi. Agar odamga joylashsa, tamom, odamlarni ovlaydi. Shinichi ikkilanib qoldi. Men bu sirni qachongacha yashiraman? Axir odamlar o'lyapti-ku. Agar u jim o'tiraversa, qurbonlar soni ortib boraveradi. U nimadir qilish kerak, lekin nima? Vaziyat jiddiy. Migi Shinichining gaplariga umuman tushunmayapti. Nimaga buncha kuyib pishyapsan? Ular shunchaki qornini to'yg'izyapti-ku. Shinichi esa tutab ketdi. Sen nimalar deyapsan? Axir bu tirik odamlar. Ularning oilasi, hayoti bor. Bu juda qadrli narsa. Migi esa pinagini ham buzmaydi. Menga boshqalar qiziq emas. Asosiysi o'zim tirik bo'lsam bo'ldi. Shinichi unga nafrat bilan qarab, "Sen shunchaki jirkanch bir hasharotsan", dedi. Buni eshitgan Migi birdan o'zgardi. Ehtiyot bo'l, bolakay. Agar menga xavf tug'dirsang, ko'zingni ko'r, quloqingni kar qilib, nogiron qilib qo'yaman. Mana buni tahdid deydilar. Shinichi qo'rqqandan joyiga o'tirib qoldi. Asablari tamom bo'ldi bechoraning, yotib dam olmasa bo'lmaydi. Shinichi chidolmay, "Sen haqiqiy iblissan, yirtqichsan", deb yubordi. Migi esa falsafa so'qishni boshladi. Iblis? Qiziq, aslida eng katta yirtqich bu odamlar-ku. Sizlar sigirni ham, tovuqni ham, baliqni ham paqqos tushirasizlar. Biz esa faqat bitta turni yeymiz xolos. Biz sizlardan ko'ra insofliroqmiz. Shinichi bu gaplarni eshitgisi ham kelmadi. "Bas qil, odamlar o'lyapti. Men buni biladigan yagona odamman", deb o'zini qahramon his qildi. Shu payt Migi ogohlantirdi. To'xta, yaqin atrofda dushman bor, lekin odam ko'pligidan kimligini aniq bilib bo'lmaydi. Shinichi "Ketdik, uni topamiz", deb otlandi. Migi esa Tentaklik qilma, o'lib ketasan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. deb uni to'xtatmoqchi bo'ldi. Bu safargi dushman haligi itga o'xshamaydi. Bu ancha xavfli. Shinichining tizzalari qaltirayapti, lekin baribir "Jang qilaman", deb turib olgan. Migi hayron. Senga nima yetmayapti? Tinchgina yashasang-chi. Lekin Shinichi insoniyat uchun kurashmoqchi. Ana dushman ham paydo bo'ldi. U Shinichining miyasi o'z joyida ekanligini ko'rib, bu bola xavfli, uni yo'q qilish kerak deb o'yladi. Migi darrov o'rtiga tushdi. Unga tegma. Dushman esa ayyorlik qildi. "Migi, kel, mening tanamga o't. Qo'ldan boshga o'ta olmaysan, lekin qo'ldan qo'lga o'tish oson", shunday dedi-yu o'zining boshini pichoqqa aylantirib, shartda o'z qo'lini kesib tashladi. Bu nima qilgani endi? O'zini o'zi mayib qildi-ku. Qaranglar, bu yaramas Migiga o'z tanasidan lyuks joy taklif qilyapti. "Kel, sherik bo'lamiz, mazza qilib 40 yil yashaymiz", deb boshini aylantirmoqchi. Lekin dushmanning sabri chidamadi. "Bo'la qol", deb Shinichining kallasini uzib tashlash uchun pichog'ini hozirladi. Tamom bo'ldi deb o'ylagan edik. Yo'q. Migi chaqqonlik qilib dushmanning o'zini qiymalab tashladi. Dahshat. Shinichi shok bo'lib qoldi. "Meni qutqardingmi?" deb ishonmayapti. Migi bo'lsa, Shunchaki ko'chib o'tish xavfli tuyuldi. O'zimni o'yladim. deb bahona qildi va charchab uxlab qoldi. Tuni bilan Shinichi shiftga qarab o'ylandi. Bu parazit meni yana qutqardi-ya, garchi ketib qolishi mumkin bo'lsa ham. Ertasi kuni Shinichi va Murano romantika, choy, tort, shirin suhbat. Qizning ota-onasi ko'chada manyaklar yuribdi deb rosa xavotir olgan. Lekin qizlari aynan o'sha manyaklarning sherigi bilan yurganini bilishmayapti. Agar bilsa bormi, tuflisini tashlab qochardi. Ular parkka borishdi. Qarasaki uchta bezori bechora mushukni qumga ko'mib toshbo'ron qilishyapti. Shinichi chidab tura olmadi. Borib mushukni qutqardi. Haligi bezorilar, "Bore, bitta mushuk-ku", deb asabiylashdi. Shinichi orqasini o'girib ketayotganda ular tosh otishdi. Lekin Shinichi qaramasdan turib havoda uchta toshni shart ushlab oldi. Xuddi ninzadek. Keyin ularga o'girilib shunaqa bitta o'qrayib qaradiki, "Hozir hammangizni chaynab yutaman", degandek bo'ldi. Bezorlar qo'rqqandan ishtonni xo'llab qo'yishiga oz qoldi. Bu yerdan tezda quyon bo'lishdi. Shu payt Shinichi o'ylab qoldi. Migi haq ekan. Odamlar ba'zan hayvondan ham battar bo'lar ekan. Qizni kuzatayotib ular qo'l ushlashib ketishdi. Oho, munosabatlar jiddiy. Murano avval uning o'ng qo'lini ushladi. Keyin nimadir g'alati tuyulib, sekin chap qo'liga o'tib oldi va kutilmagan savol berdi. "Shinichi, sen o'zi o'sha eski Shinichimsan?" Shinichi ikkilanmay, "Ha, albatta menman", deb ishontirdi. 3-qism boshlandi. Hayot davom etyapti, lekin qotilliklar to'xtagani yo'q. Hisob bo'yicha allaqachon 48 kishi bo'laklarga bo'lib tashlangan. Haqiqatni bilgan odamga ovqat ham tatimaydi-da. Shinichining tomog'idan hech narsa o'tmayapti. Ota-onasi yana o'sha vahimali qotilliklar haqida gaplashayotgandi. Shinichi buni eshitishga toqat qila olmay sumkasini oldi-yu uydan chiqib ketdi. Yo'lda Muranoni uchratdi. Qiz unga
sinchkov qarab, sen oxirgi paytlarda juda o'zgarib ketding. Senga nima bo'lyapti deb so'radi. Shu payt Migi kutilmaganda sirena chalib yubordi. Diqqat, atrofda biznikilardan biri bor. Shinichi esa hayron. Qanaqasiga, bu yerda tinchlik-ku, hech kim o'lmagan. Ular maktabga borishdi. Shinichi hamma joyga alanglab qaradi, lekin hech kimni sezmadi. Birdan direktor minbarga chiqib yangi o'qituvchini tanishtirdi. Tanishing, bu Tamiya xonim, matematika o'qituvchisi. Ana xolos, kutilmagan mehmon. Migi darrov sezdi. Ana u, o'sha ayol parazit. Tamiya xonim Shinichiga shunaqa bir sovuq qaradiki, bechora bolaning sochi tikka bo'lib, badani jimirlab ketdi. Qoyili, bu maxluq nafaqat odam qiyofasiga kirgan, balki o'qituvchi bo'lib, ishga ham joylashib oldi. Migi buni ko'rib hatto qoyil qoldi. Aqlli ekan, jamiyatga moslashibdi. Demak, u o'z o'quvchilarini yemaydi, chunki bu shubhali bo'ladi. Lekin Shinichi matematika darsida o'tirib, qo'rquvdan qaltirab, misol yechish tugul o'z ismini ham eslolmay o'tiribdi. O'zi matematika o'qituvchilari shundoq ham qo'rqinchli bo'lishadi. Bunisi esa haqiqiy maxluq-ku. Ular hozircha kuzatishga qaror qilishdi, lekin Shinichining yuragi dukkullab urib turibdi. Eng yomoni Migi Charchadim deb uxlab qoldi. Shinichi esa himoyasiz qoldi. Dars tugagach, Tamiya xonim Shinichini xonasiga chaqirdi. Sinfdosh bolalar bo'lsa, og'zining suvi oqib, "Vuy, qanaqa chiroyli o'qituvchi seni chaqiryapti, mazza-ku" deb hasad qilishyapti. Bechora Shinichi esa ichida yig'layapti. Sizlar bilmaysizlar-da, bu go'zallik ortida qanaqa yirtqich yotibdi. Xonaga kirish bilan Tamiya dangal gapirdi. "Sen kimsan, men kimman, hammasini bilamiz. Seni o'ldirmayman, qo'rqma. Bu tor xonada urushsak, ikkimiz ham zarar ko'ramiz." U darsdan keyin uchrashuv belgiladi. Shinichi vahima qilib gapirayotganda Tamiya asabiylashib, "Odamlar buncha ko'p gapiradi. Agar seni o'ldirmoqchi bo'lsam, allaqachon o'lib bo'larding" deb og'zini yopdi. Tamiya xonim Shinichiga qarab, "Sen men uchratgan birinchi g'alati nusxasan. Shuning uchun seni yaxshilab o'rganishim kerak" dedi-da, ortiqcha gapirmay ketib qoldi. Qarangga, chiroyli ayol baribir e'tiborda-da. Hamma uning orqasidan qarab qoldi. Darsdan keyin Shinichi aytilgan manzilga bordi. Qarasa, uchrashuv oddiy joyda emas, balki shaharning eng dabdabali mehmonxonasida belgilangan ekan. Oho, dedi chakki emas-ku bularning. Shinichi kutib o'tirgan edi. Birdan Migi signal berdi. Yengni shimar, tayyorlan. Ikkita mehmon kelyapti. Vaziyat jiddiy. Tamiya xonim yolg'iz emasdi. Yonida A ismli barzangi sherigi ham bor edi. Bu A deganlari juda tajovuzkor ekan. Kelishi bilan darrov mushtlashmoqchi bo'ldi, lekin Tamiya uni to'xtatib qoldi. "O'zingni bos, bu yerda janjal qilishdan foyda yo'q. Maqsadimiz boshqa." Xullas, bugungi suhbatning mavzusi juda g'alati va kutilmagan. Tamiya xonim homilador ekan. Ishonmaysizlarmi? U va yonidagi sherigi o'zaro biologik tajriba o'tkazishibdi va natija mana shunaqa bo'libdi. Eng qizig'i shundaki, qornidagi bola maxluq emas, balki oddiy inson bolasi ekan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Endi asosiy savol tug'iladi. Bizni kim yaratdi va nega dunyoga keltirdi? Shinichi ham bu jumboqdan hayratda. Axir bular odamxo'r-ku. Tirik qolish uchun odamlarni yeyish kerak. Migi-ku mayli Shinichining qonini ichib yuraveradi. Qorni to'q. Lekin Tamiya va unga o'xshaganlar odam go'shti yemasdan tura olmaydi. Bular ko'paya olmaydi, faqat yeydi. Bu qanaqa hayot o'zi? Migi ham bu savolga javob topa olmay bosh qotgan. Shinichi boshini ushlab qoldi. Nahotki biz shunaqa yirtqichlar bilan bitta sayyorada yashasak deb dahshatga tushdi. Shu payt haligi A degan sherik o'rnidan sakrab turdi. Falsafangni yig'ishtir. Mening qornim ochdi, ovga chiqishim kerak" deb ketib qolmoqchi bo'ldi. Unga o'zining kimligini bilishning qizig'i yo'q. Qorni to'ysa va yo'lidagi hamma narsani yo'q qilsa bo'ldi. U Shinichi va Migini dushman deb biladi. Tamiya xonim esa Shinichini jiddiy ogohlantirdi. "Menga qarshi chiqishni xayolingga ham keltirma. Men yuzimni o'zgartira olaman, sen esa yo'q. Agar xohlasam sinfingdagi hamma bolani 3 soniyada qirib tashlayman. U yerda sening sevgan qizing Murano ham bor. Shuni unutma." Voy dod, tahdidning kattasi bo'ldi-ku. Shinichi endi juda ehtiyot bo'lish kerak. Tamiya xonim o'zining odamlar orasidagi obro'sini juda qadrlaydi. Shuning uchun ahmoqlik qilib o'zini fosh qilmaydi. Shinichi uyga qaytdi, lekin ahvoli juda og'ir, ruhiy tushkunlikda. Migi ham hayron. Bu ayol sening qo'rquvingni qanday sezdi? Ertasi kuni Shinichi darsda xuddi arvohdek o'tiribdi, xayoli joyida emas. Matematika darsida Tachikawa undan so'radi. "Kecha qayerda eding? Murano bilan seni avtobusga chiqqaningni ko'rdik, xavotir oldik." Shu payt doskada yozayotgan Tamiya xonim birdan to'xtab qoldi va qo'lidagi borni g'azab bilan maydalab tashladi. "La'nat, ana va ahmoq sherigim maktabga bostirib kelibdi-ku" deb o'yladi shekilli. Migi darrov Shinichini ogohlantirdi. Ehtiyot bo'l, dushman yaqinlashyapti. Qotillik hidi kelyapti. Ma'lum bo'lishicha, haligi A degan yirtqich maktabga kirib, o'qituvchilarga hujum qilibdi. Tamiya xonim darrov bu axlatni tozalash uchun sinfdan chiqib ketdi. Ana va A degan maxluq yo'lida uchragan o'qituvchilarni ayab o'tirmadi. Uchtasini bir urishda qulatdi. Ular tirikmi, o'likmi noma'lum. Maktab direktori buni ko'rib, "U qurollangan, hamma qochsin" deb baqirdi va o'quvchilarni hovliga evakuatsiya qilishni buyurdi. Bu A juda o'ziga ishongan Tamiya xonimga o'xshab ehtiyotkor emas. Shartda bostirib kelaveradi. Tamiya xonim esa chetda turib tomosha qilyapti. Jangga aralashgisi yo'q. Xayriyat, agar u ham qo'shilganda Shinichining
ishi bitardi. Hamma o'quvchilar qochyapti, lekin Shinichi tushundiki, qochishdan foyda yo'q. Bu maxluq kunduzi hammaning ko'z o'ngida hujum qilyapti. Demak, guvohlar unga baribir. Agar Shinichi qochsa ham, u baribir orqasidan quvib boradi. Shuning uchun yagona yo'l shu yerda uni tinchitish. Migi darrov reja tuzdi, lekin rejasi juda vahshiy. Eshit, Shinichi, bu olomon bizga qo'l keladi. U bizga yetib kelguncha odamlarni o'ldirib chalg'iydi. Biz esa shu paytda uning yuragini teshib tashlaymiz, dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Migi o'quvchilarni shunchaki tirik devor, ya'ni go'sht deb hisoblayapti. Shinichi buni eshitib dahshatga tushdi. Sen nima deyapsan? Bular mening do'stlarim-ku. U Migining rejasiga tupurdi va olomonga qarshi teskari tomonga yugurdi. Maqsad maxluqni o'quvchilardan uzoqlashtirish. Murano buni ko'rib, "Shinichi, qayerga ketyapsan?" deb orqasidan ergashmoqchi bo'ldi. Shinichi esa vaqt yo'qligidan unga baqirib yubordi. "Menga yaqinlashma, yo'qol bu yerdan!" deb o'lim sari yugurib ketdi. Migi o'ylagan ediki, Shinichi uning dahshatli rejasini qo'llab-quvvatlaydi, lekin qattiq adashdi. Shinichi boshqalarning hayoti evaziga tirik qoladigan nomardlardan emasdi, lekin o'zini o'ldirish niyati ham yo'q. U yo'lakka partalarni surib chiqib, barrikada qura boshladi. "Bu sening tirik devoringdan foydaliroq bo'ladi", dedi u. Migi esa keyingi qadamni o'ylab falsafa so'qishni boshladi. Biz bilan uning farqi nimada? Shinichi javob berdi. "Farq shundaki, u qotil, men esa oddiy o'quvchiman. U shaklini o'zgartira oladi, men esa yo'q. Lekin asosiysi, u bitta, biz esa ikkitamiz." Migi buni eshitib, stulning oyog'ini kesib oldi-da, Shinichiga uzatdi. Mana senga qurol, mahkam ushla. Migi dushman bilan tengma-teng olishishi mumkin, lekin agar Shinichi qo'rquvdan qaltirab qolsa, ikkalasi ham tomon bo'ladi. Shuning uchun Shinichi ham jangga kirishi va vaziyatni bo'lishib olish kerak. Migi buyurdi. Qurolni kiyiming ichiga yashir, ko'rinmasin. Qoyil, lekin bu parazit Shinichidan ko'ra aqlliroq va strategik fikrlaydi-ya. Axir u ikkita dushmanni tinchitgan, unga ishonish kerak. Ana, A ham yetib keldi. U pastdan oynani sindirib, xuddi o'rgimchakdek tirmashib chiqib oldi. Topdim seni xalaqit beruvchi. 4-qism boshlandi. A Shinichining ustidan kulib, Bu partalar bilan yo'limni to'saman deb o'zingning qochish yo'lingni to'sib qo'yding-ku, ahmoq. deb masxara qildi. Undan ko'ra qarshilik qilmay tinchgina kelib og'zimga luqma bo'la qol. deb maslahat beryapti yaramas. Agar Migi vaziyatni qo'lga olmasa, g'alaba qozonish imkonsiz. Birdan Aning boshi ikkiga bo'linib ketdi. Dahshat. Shinichi qo'rqqanidan orqaga tiskindi, lekin Migining gapi esiga tushdi. Vahima qilsang o'lamiz. Migi dushmanning tinimsiz zarbalarini qaytarishga tushdi, xuddi qilichbozlardek. Shinichi bu tezlikni ko'rib, peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi. O'zingni bos, Shinichi, o'zingni bos. Lekin qarshisidagi maxluqni ko'rib, Migining taktikasini amalga oshira olarmikinman deb ikkilanib qoldi. Yuragi dukkullab urib ketdi bechoraning. Migining kallasiga bir daho fikr keldi, lekin bu fikr sal jinniroq. Qaranglar, ular rol almashmoqchi. Migi xuddi hujum qilayotgandek ko'rinadi. Aslida esa faqat himoya bilan shug'ullanadi. Asosiy zarbani esa bizning Shinichi beradi. Anavi A degan nusxa odamlarni mensimaydi. Shinichini umuman hisobga olmayapti. Ana shundan foydalanish kerak. Shinichi xuddi zombi kabi sekin-asta dushmanga yaqinlashyapti. Bu vaziyatda Migiga 100% ishonmasa bo'lmaydi, chunki sal xato qilsa, tamom. Migining himoyasi esa beton devordek mustahkam bo'lishi shart. Migi aytganidek, A Shinichiga pisand qilmadi. Unga e'tibor ham bermayapti. Shinichi esa fursatdan foydalanib, zarba beradigan nuqtani mo'ljalladi. Ikkilanishga vaqt yo'q. Yigit bor kuchini yig'di-da, gursillatib stolning oyog'ini to'g'ri Aning ko'kragiga sanchib qo'ydi. Dushman og'riqdan dodlab jon holatda qarshi hujumga o'tdi, lekin Migi chaqqonlik qilib Shinichini orqaga tortib oldi. Reja o'xshadi. Aning tanasidan qon favvora bo'lib otilyapti. O'zi esa qaltirab qolgan. U shokda. Nahotki oddiy odam meni yengsa, deb o'ziga sig'mayapti. Shinichi ishni bitirmoqchi edi, lekin Migi Shoshma, kutamiz. deb uni to'xtatdi. Ko'rinishidan Shinichi uning asosiy tomirini uzib yuborgan. Shuning uchun qon shirillab oqyapti. Lekin bu maxluq nima qiladi deng? Stolning oyog'ini sug'urib olish o'rniga tanasidan teshib o'tkazib, qonni to'xtatib qo'ydi. Bunaqa meditsinani birinchi marta ko'rishim. Haqiqiy maxluq. Mast odamdek gandiraklab qoldi. Migi Bo'ldi, o'ldir uni. deb buyruq berdi. Shinichi esa boshini chayqab, "Yo'q, men qotil emasman, qo'lim bormaydi", deb noz qilyapti. Bu odam emas, bu yuradigan shashlik-ku. Yo'lak bo'ylab sudralyapti. Tanasining rangi xuddi buzuq svitofordek tinimsiz o'zgaryapti. Bu tana endi ishdan chiqdi. Uning maqsadi aniq. Tamiya xonimni topib, uning tanasini egallash. Bu yaramas A Tamiya xonimning tanasiga ko'z tikdi, lekin Tamiya xonimni anoy deb o'ylamang. U haqiqiy strateg. U xonaga gaz ballonlarini tayyorlab, stirmada kutib o'tirgan ekan. Xonaga kirishi bilan Tamiya xonim derazadan sakradi va bum! Maktabning bir burchaga kulga aylanib qo'ydi. Dahshat.
portlash. Kechqurun bu voqea barcha telekanallarda shok xabar bo'lib ketdi. Shinichining ota-onasi televizor qarshisida yoqa ushlab, "Xayriyat o'g'limiz omon qolibdi" deb shukr qilishyapti. Agar ular o'g'li o'sha maxluqning yuragini teshib tashlaganini bilishsa bormi, joyida yurak xuruji bo'lib qolishardi. Shinichi esa xonasiga qamalib olib, stressda o'tiribdi. Shinichi bechora haligacha o'ziga kela olmayapti. Qo'lidagi qon esa ketmagandek tuyulyapti. Vaqt o'tib, maktab ham ochildi. Hamma hech narsa bo'lmagandek o'qishga qaytdi. Eng qizig'i Tamiya xonim